органами Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Vladivostok shahrida o'zbekistonlik migrantlarga qarshi o'smirlar tomonidan sodir etilgan hujum katta rezonans keltirib chiqardi. Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, voqea 10 sentabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Mast holdagi 15 yoshli o'smirlar guruhi va ularning sheriklari shaharda bir nechta hujum uyushtirgan. Avvalo, ular to'xtab turgan avtomobilni shikastlab, saloniga gaz ballonchasidan purkashgan. Keyin yuk mashinasi haydovchisini kaltaklashgan. Shundan so'ng Xabarovskaya ko'chasidagi tuni-kun ishlaydigan do'konda bir kishiga hujum qilishgan. Oradan ko'p o'tmay, ular taksi haydovchisi va uning yo'lovchisiga ham tashlangan. Bu jarayonlarning barchasi kamida 3 ta videoyozuvda aniq qayd etilgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng norozilik uyg'otgan. Jinoyat ishi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 213 moddasi, ya'ni xuliganlik bo'yicha qo'zg'atildi. Bir gumonlanuvchi allaqachon qo'lga olingan, yana ikkitasi qidiruvda. Ularning barchasi ilgari ham politsiya e'tiboriga tushgan, ammo jazo olmagan. Vladivostokdagi O'zbekiston bosh konsulligi jabrlanganlar orasida vatandoshlarimiz borligini tasdiqladi. Bosh konsul Yusuf Kabuljanov ular bilan tezda aloqa o'rnatilganini va huquqiy yordam ko'rsatilganini bildirdi. O'zbekiston hukumati esa bu ishni alohida nazoratga olganini e'lon qildi. Hujumlarning kadrlarini ko'rgan ko'plab odamlar Rossiyada migrantlarga nisbatan zo'ravonlik va ksenofobiya kuchayayotganini aytmoqda. Jazo muqarrarligi bo'lmagan sharoitda esa yangi jinoyatlar sodir etilishidan xavotir kuchaymoqda. Batafsil ma'lumotni YEP.uz saytida toping.